Bugun butun Tehron soat 5:30lar atrofida portlashlar ovozidan uyg'ondi. Isroil Eronning yadro dasturiga va boshqa ko'plab harbiy obyektlariga keng ko'lamli hujum uyushtirdi. Ko'tarilgan sher, ya'ni Rising Lion deb nomlangan operatsiya doirasida Isroil harbiy havo kuchlari avvalo Eronning havo mudofaasini ishdan chiqardi. So'ngra mamlakat bo'ylab 100 dan ortiq nishonlarga zarba berdi. Ushbu hujumda Amerikaning F-15, F-16 hamda F-35 modifikatsiyasidagi samolyotlari ishtirok etdi. Ularning zarbalari dastlab Eronning Natanzdagi asosiy uranni boyitish markazini vayron qilgan bo'lsa, so'ngra Eron Islom inqilobiy gvardiyasi qo'mondonlari va yadro dasturida ishlagan olimlarning uy va shtab-kvartiralari tomon qaratildi. Bu yaqin sharqdagi urushning boshlanishi edi. Birinchi portlashdan so'ng darhol Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz ko'tarilgan sher operatsiyasi doirasida Eron hududiga oldindan zarba berilganligini e'lon qildi. Keyin esa Isroilda favqulodda holat joriy etildi. Sababi Eron tomonidan kutilayotgan javob zarbalari edi. Katz bu hodisani Isroil taqdiri uchun burilish nuqtasi deya atadi. Isroil mudofaa kuchlari, ya'ni IDF vakilining tasdiqlashicha, hujum asosan Eron yadro dasturiga qaratilgan bo'lib, unda 200 dan ortiq harbiy samolyotlar qatnashgan. Hujumlar Tehron, Isfaxon, Natanz, Arak va Tabriz va eng muhim shaharlardan biri Kirmonshoh kabi shaharlarda sodir bo'lgani tasdiqlangan. Oxirgi 4 ta shahar Eronning yadro dasturi bilan bog'liq bo'lsa, Tabriz muhim harbiy aviabaza, Kirmonshoh esa raketa markazi sifatida tanilgan. Tez orada Tabriz aeroportida portlash kadrlari paydo bo'ldi. Bu orada F-15, F-16 hamda F-35 samolyotlari JDAM hamda GBU-39 bombalari bilan jihozlangan videolar tarqala boshlandi. IDF taktikasi aniq edi. Avvalo havo mudofaa tizimini yo'q qilish, keyin esa yuqori ahamiyatga ega bo'lgan nishonlarga zarba berish edi. Qiziq tomoni shundaki, Isroilning Mossad razvedkasi Eron hududida tashkil etilgan bazalarda kichik dronlar yasab, ular orqali zarbalar bergan. Bu uslub yaqinda Ukraina tomonidan amalga oshirilgan O'rgimchak to'ri Spider Web operatsiyasini eslatib yuboradi. IDFning to'g'ridan-to'g'ri nishonlari orasida quyidagilar bor edi va ularning o'limi Eron rasmiy ommaviy axborot vositalari tomonidan tasdiqlangan. Eron qurolli kuchlarining shtab boshlig'i general Muhammad Boqiri, Islom inqilobiy gvardiyasi bosh qo'mondoni general Husayn Salomiy, markaziy qo'mondonlik rahbari general G'ulomali Roshi, Eron dengiz kuchlari sobiq rahbari kontra-admiral Ali Shamxoniy, ikki yadro dastur olimi, jumladan atom energiyasi tashkiloti sobiq rahbari va yadro quroli ustida ishlagan Muhammad Mahdi Tehronji. IDF ularning yashash joylariga hujum qilib, ularni katta ehtimol bilan oilalarini ham yo'q qilgan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, Eron Isroil hujumi haqida ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilmagan. Eng og'riqli zarba esa ehtimol Natanzdagi uranni boyitish markazining vayron qilinishi bo'ldi. Bu obyekt Tehrondan 225 kilometr janubda joylashgan bo'lib, IDF xabariga ko'ra, hujumda markazning yer osti qismi, ko'p qavatli sentrifuga, elektr va boshqa xonalar joylashgan hudud butunlay yo'q qilingan. Isroil bosh vaziri Netanyahu so'nggi oylar ichida Eron har qachongidan ham ko'ra ko'proq yadro quroli yaratishga yaqinlashdi. Bu tahdid bizning yashashimizga to'g'ridan-to'g'ri xavf soladi. Bu shu yili yoki undan ham oldin sodir bo'lishi mumkin edi, degan fikrlarini bildirib o'tdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE ham bu hafta ilk bor Eronning yadroviy shartnomalarini buzganini rasman qayd etdi. Avvalgi hisobotlarda Eronning uranni 60% gacha boyitgani, bu esa 9 ta yadroviy bomba tayyorlash uchun yetarli ekanligi ta'kidlangan edi. Hujumdan so'ng MAGATE radiatsiya sathida hech qanday buzilish kuzatilmaganini bildirib o'tdi. Xo'sh, unda Eronning javobi qanday bo'ldi? Yumshoq qilib aytganda, Oliy rahnamo Oyatulloh Xomanaiy bu hujum Isroilning buzuq mafkurasini fosh qilganini ta'kidlab, Tel Avivni achchiq taqdirga tayyor turishini ta'kidlab o'tdi. Ammo bu zarbalar simmetrik javobda aks etmadi. Hujum boshlangandan 5 soat o'tib, Eron Isroilga 100 tacha shahid dronini uchirdi. Ammo ularning hammasi yo'l-yo'lakay. Hatto Isroil havo hududiga yetmasdan Iordaniya ustida yo'q qilindi. Eron jangovar aviatsiyasi juda eski
1960 hamda 70 yillardagi AQShning F-14 hamda F-4 hamda sobiq SSRning MiG-29 va Su-24 samolyotlardan iboratdir. Eronda zamonaviy yoqilg'i quyish samolyotlari mavjud emas. Bu esa 1500 km uzoqlikdagi Isroilga javob berishni deyarli imkonsiz qiladi. Eron nazariy jihatdan ballistik raketalar bilan bemalol javob qaytarishi mumkin. Masalan, Shahov 3, Xorram Shahr, Sayil va Sumar raketalari mavjud. Lekin Kirmanshahdagi zarbalar shuni ko'rsatdiki, Isroil ularning bir qismiga ham zarbalar bergan. Biroq Eron nega bunday kuchsiz javob qaytardi? Balki ular mojaroni kuchaytirmaslikni xohlagandir, yoki ularning harbiy imkoniyatlari chindan ham cheklangandir. Ehtimol, Eronda hali ham AQSh bilan yangi yadroviy bitim borasidagi muzokaralarni davom ettirishdan umid bor. Bu bitim Isroil manfaatlariga zid va ehtimol shu sababli Isroil hujumni amalga oshirdi. Hujumdan keyin AQSh Eron bilan rejalashtirilgan muzokaralarda ishtirok etmasligini e'lon qildi. AQSh esa hujumda qatnashmaganini aytsa-da, hujumdan oldin elchixonalarni evakuatsiya qilgani bu borada xabardor bo'lganligini ko'rsatadi. Donald Trump esa hujumni o'z siyosiy o'yiniga qo'shdi. U Truth Socialda shunday deb yozadi: "Men Eronga imkoniyat ustiga imkoniyat berdim. Bularning barchasi ular kutgandan-da yomonroq bo'lishi mumkinligini aytdim. AQSh eng kuchli qurollarni yaratadi. Isroilda esa ulardan minglab mavjuddir." Xulosa qilib aytganda, Oyatulloh Xomanaiy boshchiligidagi Eron rejimi og'ir bosim ostida qolmoqda. Endi savol yagona: Eron mag'lubiyatni tan olib, AQSh bilan muzokaralarga qaytadimi yoki Netanyahu aytganidek, bu uzoq urushning boshlanishimi? Yaqin kunlarda bularning barchasi bizga ma'lum bo'ladi.